Minnihan kızı satış avlunda yaşayıp. Hazır men layıklı yılda şangıga baskanıma 2 yıl. Men özüm Qozog'iston yoqlaridan qaytdim. Anda qorda yo'q bizning, şangıda yo'q deganda, mana bunda 2 yıl şangı şuabız. Bizning o'zimizning gruppamiz var, şangıçılar gruppasi, 12 xotin qiz biz. Rahatlanib şuabız. Onun rahat degan qizlar, mana pensiyaga chiqqanini bilirsiz, naverni. Shunday rahat qizlar. Второй дыхание, pensiyaga chiqqan shoshila ekan u. Folklorga yuribmiz, Allohga shukr. Ozod Nakipovich bor bizda jiya. Folklorda, oqqon faxta, mana unda shang'ishlarda o'zimiz ishga yashaymiz. Allohga shukr. Bolalar chiqmaganda, siz qaytib yetsalar, xayriyat qilmanglar. Sport bizi ul selamatlikning negizi deb aytishga kerak. Şu an ko'ra selamat anda selamat aql dilar. Selamat bo'lmasang, turmushda nasibada erishishga bo'lmaydi. Sen bir kunga deb aytasan kelar. Biz bitinda hozir bolalar uchun qaydash kerak. Shunga ko'ra o'zing salomatligini o'zing qo'yishga kerak. Sport bilan men maktab vaqtida 6-klassda darslarga boshladim. Ondan so'ng is vaqtlarda zarfda bo'ldim. Ham hozir endi bilan yo'lda yo'lga chiqdim. Eng foydali birlarining birisi endi shunisi shotlandira. Sof havoda endi. Hozirgi kunda endi bo'ladi bolalar. Maktabda 9dan ishida endi uyda shulgul. Sizdan ishida endi uydan chiqmaylar praktik ishlar. Mana bu sof havoda хотя бы kunini 1-2 soat sof havoda yekinin yugurib, ishlarni ishida hazırlab shamada. Foydali bir